Yurtimizda baliq yetishtirish nafaqat yirik xo'jaliklar, balki oddiy tomorqalar darajasida ham daromadli soha bo'lib bormoqda. Ayniqsa, ishsiz ayollarni band qilish, ularni tadbirkorlikka jalb etishda baliqchilikning imkoniyatlari kengayapti. Xususan, Sirdaryoda tashkil etilgan o'quv seminarida aynan mana shu yo'nalishda yangi tajribalar o'rgatildi. Muxbirimiz Sevara Ahmadqulova mavzuni davom ettiradi. Sir emaski, Sirdaryo viloyatida baliqchilik yo'nalishi keng rivojlangan. O'tgan yili viloyatda 10,5 ming tonna, joriy yilning birinchi choragi yakunida esa 1,1 ming tonna baliq yetishtirilgan. Mavjud imkoniyatlardan yanada samarali foydalanish, ishsiz ayollarning daromadga ega bo'lishlari hamda o'z tadbirkorlik faoliyatlarini yo'lga qo'yishlari maqsadida o'quv seminar tashkil etildi. 2 kun davom etgan seminarlarimiz birinchi kuni demak mana kecha baliqchilikni tashkil qilish, baliqlarni to'g'ri parvarishlash, zotlarni bir-biridan farqi, ularni mos-ravshanligi, kasalliklarga qarshi kurashish, oziqlantirish va shu kabi muhim bir masalalarni yoritib berilgan bo'lsa, juda ham malakali mutaxassislarimiz tomonidan. Mana bugun ikkinchi kuni aynan uni biznesga qaratilgan. O'quv seminarida nazariy bilimlar bilan bir qatorda amaliy mashg'ulotlar ham o'tkazildi. Bu esa ishtirokchilarga yangi tajriba hamda ko'nikmalar hosil qilish imkonini berdi. To'g'risi boshida bu mashg'ulotga kelishdan hafsalasiz holatda kelgan edim, lekin bugun seminar trening yakunida baliqchilik biznesiga bo'lgan qiziqishim ortib qoldi. Turmush o'rtog'im bilan kelishgan holatda o'z oilaviy biznesimizni baliqchilik bo'yicha yo'lga qo'yishni rejalashtirmoqchimiz. Mazkur o'quv seminar O'zbekiston Respublikasi Qishloq xo'jaligi vazirligi, O'zbekiston Agrar soha ayollar uyushmasi hamda Sirdaryo viloyati hokimligi hamkorligida tashkil etildi. Bunday o'quv seminar nafaqat Sirdaryo viloyatida, balki respublikamizning boshqa hududlarida ham o'tkazilmoqda. Sevara Ahmadqulova, Rustam Qosimov, Hudud informatsion dasturi uchun Sirdaryo viloyatidan.